Akalar, navbatdagi Damas'imiz tayyor oldi. Xudo xolasa mana salonni silamamda ko'ramiz. Tashqi videoga vobshim gap yo'q. Diskalar qo'yib, parollargacha qo'yib qo'ygan. Xudo xolasa mana salonni silamamda ko'ramiz. Afishka qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Miyahki bo'lib, ideal holatda bitdi. Salonimiz, shkollarimiz ham yangi dizaynda qovurlarni bo'rttirib qilib berganmiz. Xudo xolasa mana go'zal holatda bokovoy podeshkalargacha qo'yib qilib berganmiz. Chotki bo'ldi salon, xudo xolasa Malibu ballarigacha qo'yib berdik. Besprovodnoy zaryadkalari, polilarni ham mana ideal holatda qilib berdik. Faragacha chiqqan krilolarni ham qoplab berganmiz shilinmasligi uchun. O'rta qismlarni ham ko'rishingiz mumkin. Akalar, mana ish sifatiga o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Chotki holatda bitgan. Polini yonlarini ham yopib qilib berganmiz. Polini mana tekizligini o'zingizlar bitta ko'ringlar, akalar. Chotki bo'ldi. Hamma yo'g'i orqa qismlarni ham mana miyahki apishkalari bilan figuralari o'ta ideal holatda bitgan. Xudo xolasa go'zal. Patoloy qismlarni ham mana ko'rishingiz mumkin. Tiniq. Oldi kazero stoykalargacha qilib berganmiz. Kuzov oldi stoykalargacha qoplangan. Orqa tarafdan ham mana ko'rishingiz mumkin akalar, patoloydi. O'ta go'zal holatda bitdi. Ish sifatini o'zingizlar bitta ko'ringlar. Botex kolonkalargacha qo'yib berganmiz.